23-iyun 2025-yil. Bu qilich o'rik. O'tgan yilgi holati o'rik rosa bo'y baland bo'lgan. Bu yangi shoxlarni hisobga olmaymiz. Yangi shoxlar bu yil chiqqan, o'sgan shoxlar. Bu yil keyin ancha kesib o'riydi. Abreska qildim. Shu bo'yi faqat 2 marta suv qo'yildi, hech nima qilingan yo'q. O'riydi, qaranglar mana kattaligini. Bu qo'lim bo'lsa, mana o'rik. Abreska bo'lgan qilich o'rik. Meva ancha kamaydi. Chunki meva shoxlar kesib tashladim bahorda. Pendi shoxlar kesilib ketdi. Shuni hisobiga ozroq meva qilgan. Endi shu oz mevani qaranglar mana. Shoptolidek keladi kattaligi. Qilich o'rik. Qilichbek degan sort. Mana. O'rikni qaranglar. Kattarog'i mana. Shoptolidek keladi mana. Mana. Pishganrog'i bo'lsa bitta uzamiz. Pishganrog'i bo'lsa mana shu o'rik pishmagan. Xomroq. Kattaligini qaranglar mana. Shunaqa xil bo'lgan meva. Oz meva qilsa kuchini ko'proq beradi mevaga. Mana shunaqa katta o'rik bo'ladi. Bu qilich o'rik o'zi boshqa o'riklarga nisbatan ancha katta bo'ladi, kattaligi. Uzunchoq shirin o'rik bo'ladi. Qoqisi ham juda shirin bo'ladi buni. Buni men ko'chati yo'q menda, sizlarga ko'chatini sotaman deb reklama qilganim yo'q. O'zimni bog'imdan ko'rsatyapman.